Assalomu alaykum. Men Anora Sulton. Bugun sizga faqat Dubayda uchratish mumkin bo'lgan 19 ta g'aroyibot to'g'risida so'zlab beraman. Agar siz mabodo Dubayga borib, u yerda yashamoqchi bo'lsangiz, quyidagi narsalar siz uchun oddiy hol bo'lishi kerak. Marhamat ko'rib, o'rganib oling. Eng avvalo, o'zining vajohati bilan kishini hayratga va hayajonga soladigan Dubay manzarasiga ko'niking. Bu pastdan qaralganda, bu esa tepadan qaralganda. Dubayda jiplar ham king size bo'ladi. Bu esa Dubay yo'llarida odatdagi probka. Agar probkada uzoq turishga vaqtingiz bo'lmasa, probkadan bu tarzda chiqib ketishingiz mumkin. Politsiya patrullarini esa faqat Bentley, Ferrari va Lamborghinidagina uchratishingiz mumkin. Savdo avtomatlarida siz shokolad emas, oltin bar sotib olishingiz mumkin. Umuman olganda bu yerda oltinga hurmat katta. Bunaqa tilla mashinalarni hali ko'p uchratasiz. Dubayliklar uy hayvonlaridan mushuk o'rniga gepard boqishni yoqtirishadi. Yoki bo'lmasa yo'lbars boqishadi. Yoki agar sizga ekzotika kerak bo'lsa, masalan, robot jokeylarning tuyalardagi kimozar musobaqalarini tomosha qilishga borishingiz mumkin. Tuyangizni kerakli joyga parkovka qiling-da, bemalol ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lavering. Cho'ntagida puli qolmaganlar uchun bu yerdagi supermarketlarda bepul oziq-ovqat tokchalari mavjud. Har holda bilib qo'ygan yaxshi. Kim biladi, ertaga nima bo'lishini. Agar pulingiz bor bo'lsa, ularni sarf qilishning yo'llari juda ko'p. Masalan, restoranda tilla desert buyurtirishingiz mumkin. Ha, yeydigan tilladan. Bu yoqimli mashg'ulot bor-yo'g'i $1000 gina. Otelda esa devori akvariumli nomerni tanlang. Bu huzur qilib dam olishingiz uchun foydalidir. Katta tennis o'ynamoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu yerga tashrif eting. Dubayda surf uchishni yaxshi ko'rishadi. Siz ham bunday fursatni boy bermang. Dubay juda issiq. Agar tashqarida harorat +50 darajada bo'lsa, siz eng katta savdo markazida chang'i uchishga borishingiz mumkin. O'zingizga vafodor ot sotib olmoqchi bo'lsangiz, marhamat, sizga buni taklif etamiz. Umuman esa o'zingiz uchun hech narsani ayamang. Dubayliklar buni tushunishmaydi. Aziz do'stlar, yana dunyodagi mavjud ajoyibot va g'aroyibotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va like qo'ying. Yoki dislike ham qo'yishingiz mumkin. Yanagi roliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.